Men Andijondan shu Nevrokardiomedik klinikasiga nabiramni olib keldim. Boshida shu gapira olmasdi, nutqida nuqsonlari bor edi. Mana hozir kelganimizga 6 kun bo'lyapti. Natijalari yaxshi. Gaplariga qo'shildi, yangi gaplar qo'shyapti. Shu klinikadagi hamshiralarga, Umidjon vrachimizga, shu yerdagi hamma xodimlarga rahmat aytamiz, minnatdormiz. 4 mahal ovqat berar ekan, hamma sharoitlari yaxshi, tozaliklari, shu hammasi sog' bo'lsin. Yaxshi natija oldik. Shu tilida nuqsoni bor, shunaqa kasal bo'lgan bolalar shu yerga kelib bemalol lecheniyalar olsa bo'lar ekan. Tavsiya etaman sizlarga ham, kelinglar shu yerda bola-chaqalarni olib kelib davolaninglar. Rahmat sizlarga.